Endi o'zi sizni xit qilardi. Подписка bosib qo'yay, bir kelib podarkam ochilganda urib berib turing. Xo'p. Qaykala nima degani qaykala? Xo'p, mayli, yaxshi bo'ling. Shamollab bo'lmang, xo'p. Chaqirmasam ham kelavering, men efir ochayotganimni ko'rib kelavering-da. Davay. Qayerdasiz? Uyda. Qaysi shaharda? Uyda. Shaharimni aytmayman. Chet elliklar kiryapti. Qancha deydi? 200 ming. Olaman. Şöyle ko'rsatib sizmi? Beri baktir. Moha bor. Saat qanchadan? Nima saat? Saat yo'q. Tavba qildim. Nomer bering. Yo, oldi pul tashlaysiz, niye beraman? Ana kartada nomerimga pul tashlab, hechkamga chek tashlasangiz beraman. Ungacha bersam, hammaga bersam, oho, nomerim tarqab ketgan bo'lardi bu choqqa. Oldi pul tashlab, chekin tashlayapti, beryapman hammaga. Muzaffar aka 200 ming. 2 marta gaplashish 200 ming. Ichkiga qarang, nima qilaman ichkada? Chek qanaqa tashlayman deydi. Mo'qa qarang.